Assalomu alaykum azizlar, navbatdagi bemorimizga javob beramiz. Bemor operatsiya bo'lganlariga 4 kun bo'ldi. Bizga murojaat qilib kelganlar, demak, bularda asosiy muammo ich qotishi, qabziyat 10 yildan beri qiynardi. Ichmagan doriklari, surgi dorilar qolmagan. Hamma surgi dorilarni ichdilar. Bizga murojaat qilib kelganlar, biz ham lecheniya qilib ko'rdik, lekin foyda bergani yo'q. Tekshiruvlar o'tkazganimizda ularda yo'g'onchak uzayishi, kolonoskopiya tekshiruvida tashqi ichki gemoroylar va anal yog'i aniqlangandi. Ikkita operatsiyani birdan o'tkazdik, ya'ni yo'g'on ichaklarda o'tkazuvchi anastomoz qo'yib, gemoroy tugunlarini olib berdik. Hozir ahvollari yaxshi. Mana o'sha shlankalarni olib tashlagandek nazoratda bo'ldilar, ichlari mustaqil kelyotdi. Operatsiyadan keyingi qiyinchiliklar haqida azob aytib beradilar. Qancha og'riqlar, necha kun bo'ldi, hozir qanaqa ahvollar, Hozir ahvolim zo'r. Operatsiyadan keyin og'riqlar qancha bo'ldi? Ochiq oydan aytib o'ring. 2 kun o'rtada og'ridi. Og'riq bo'ldi. Qiynaldingiz. Nima qiynadi o'zi? Shlankalar qiynadi, ya'ni sizga diskomfort bo'ldi. Asosan o'sha shlankalar qiynadi. Olgandan keyin og'riq ancha kamayib ketdi. Уже mana shanba kuni oldik, 2 kunda уже og'riqlar yo'qoldi. Hech mustaqil kelyapti. Xudo xohlasa uyga javob beramiz. Tavsiya qilasizmi, ishonchsiz bo'ladimi operatsiyaga? Zo'r ekan. Muhimi ich mustaqil kelyapti davom. Mustaqil kelyapti. Zo'r, yaxshi. Kimda qabziyat bilan bog'liq muammolar bo'lsa, murojaat qilsanglar, biz sizlarga yordam beramiz. Operatsiya kesmalasiz laparoskopik usulda amalga oshiriladi. O'zingizlar sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Rahmat.